Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, do'stlar, Mebel kanalimiz doimiy obunachilari. Bugun sizlarga sonliq javonlarda olamiga yetib kelganmiz. Andijonda yangi ochilgan mebel markazi. G bo'limiga kelasizlar, mana ro'paradan kiraverishinglarda mana shu joyda eslab qolinglar. Xudo xolasa birinchi qo'l optim ishlab chiqarish joyi. Do'stlar, bu joyda juda ham yangiliklar ko'p. Xohlovchilarga turetskiy high-tech fasollar, xohlovchilarga akrildan, xohlovchilarga MDFdan, xohlovchilarga mana do'stlar aytib o'tyapmiz, turetskiy high-tech fasollarimiz yangiliklari ham bor. Xohlovchilarga mana 4 talik, agar sizlarga 4 talik variantida kerak bo'lsa, 4 taliklari bor. 3 talik kerak desalar, 3 taliklari bor. Akrildan kerak desalar, akrilliklari ham bor. Xudo xolasa bugungi video azorimiz hammaga birdek manfaatli, foydali bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ushbu videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, biz sizlar uchun harakatdamiz. Shu kanalimiz obunachilari uchun, xalqimiz uchun harakatdamiz, izlanishdamiz. Bu joyda agar sizlarga oyoq kiyim qo'yadigan podstavkalar kerak bo'lsa, shu joydan topsanglar bo'ladi. Xudo xolasa bugungi video obzorimizni boshlasak ham bo'ladi. Sizlarga maroqli hordiq tilaymiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz video roligimizni ustani o'zi bilan birga davom ettiramiz. Do'stlar, usta Ne'matullo aka, Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizlar? Ne'matullo aka, hozirgi joyimiz yangi ochilgan mebel markazida. Sex qayerdagi? 80 metrli, Andijon shahar 80 metrli joylashgan. Dastlabkilarimiz qanday bo'ladi? Shahar ichi xudo xolasa tekin, uzog'iga ham sol yarmi pulini qilib beraman. Xullas, sabab imkoni bor aka. Imkoni bor. Sabab sonlig'imiz sotilsa bo'ldi. Chiroyli holatda yengillashtirib beramiz xaridorlarga. Bo'lsa xalqi bo'lsa, xalq bo'lsin aka. Xudo xolasa inshaalloh. Gap yo'q. Keling, birinchi shu turetskiy high-tech fasollardan boshlasak. Bularda razmerlar aka, xom ashyosi, narxi haqida ma'lumot. Bularda razmerlari bor. Sondiqlari 120 ko'rpani razmerida bo'ladi. To'shag'adiyonlari 90 lik bo'ladi. Xullas 3 tasi bir bo'ladi, troyka bo'ladi. Ikkita bolasi oldiga ochiladi, ikkita bolasi mana. Ikkita bolasi ochiladi, bitta enasi tepaga ochiladi. Bu ham zakasiga qarab, xolasa enasini ham oldiga ochib beraveramiz. Bular hozir ena bola bular. 3 tali, ha. Guli har xil gulda bor. Guli 15 xil, 20 xil gulda bor. Xudo xolasa oladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsa, men Telegramdan rasmlarni tashlayman. Hozir bu yerda aka 3 xil fason turibdi-kana. Tepadagi boshqacha, o'rta boshqacha, past bo'lash, ha. Hammasi krashini endi. Ashlaqa, eng oxirgi fason turetskiy fason bunisi. Hozir aka buni gullarda farq qilyapti, narxga ta'sir qiladimi? Yo'q. Aytayapman, guli bir 20 xil guli bor. Tanlagan gulingizni narxi bir xil bo'ladi. Xo'p, bu turetskiylarimizni narxi necha pul chiqadi? Uchovini. Uchovi 2 million 500, 3 million atrofida. Optim narxi 2 million 200 shahar ichi dastlabkilari bilan. Xullas bitta olganga ham 10 ta olganga ham 2 million 200 ming so'mni optim narxi. Ha, shahar ichi dastlabki qilib berilaveradi, ha. Gap yo'q. Boshqa viloyatlarga kelishiladi. Chiroq qilib o'rab, upa-o'pcha qilib chiqaramiz. Lekin aka sifatiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqatda katsasi zo'r chiqqan. Xo'p, keyingilarga. Bular anjan fason, oyog'i sal oyoqqa chiqqanlar. Bu razmerlari kattaroq bo'ladi, 3 talik. Bular yangiliklar ekan, ha, yangi fason, anjan fason ko'rkamroq bo'ladi mana, bismillah. Lekin zo'r. Ham ikki ochiladi mana. Eshiklarigacha ochiladi. Bu uchovi mana bo'ladi. Bu. Bu uchovi bitta kam. Uchovi bitta, tadiya ham bitta. Tagidagi menimcha ha, tadiya 4 talik, ha. 3 tasi oldiga ochiladi, bittasi tepaga ochiladi mana. Yana bu sondig'ini oldi ochmasi. Ammo to'shag'adiyoni. Bular sondig'i bo'lsa ham oldiga ochiladi. To'rov necha metr joyga tushadi aka? To'rovi uka 430 joyga tushadi. 430 joy. Ustaliklarimiz 3 metr joyga tushadi. Xo'p, tepadagi menimcha akril ekan. Akril, ha. Aka, birinchi tepadagi akril narxini aytaylik. 2 million 500 ming so'm shu 3 tasi. 3 tasi 2 million 500. Xo'p, bu MDF'larimiz 2 million 700 ming so'm 3 tasi. 2 million 700 ming so'm. Tagidagi 4 taliklarimizchi? Ular 3 million 600 ming so'm to'rovi. 3 million 600 ming so'm. 4 tali hisobiga. Mana fasonlari ham bor. Toshkent fason deyiladi. Bular ham shahardorga eng ko'p ketayotganlar. Bular necha puldan aka? Bor, 3 tasi mana MDF'liklar 2 million 300 ming so'mga hisob chiqadi uchovi. 2 million 300. Mana akrillar 2 million 500 ming so'm optimdan hashtaqa. 200 ming so'm qo'shilib qiladi, ha. Hop, bularimiz. Bular turetskiy fasonda misol hamma rangida bor. Xolasa bunaqa svet qilib beramiz. Xolasa bunaqa high-tech fason. Xudo xolasa sotish maqsad yo'lida bo'ladi. Gap yo'q. Endi telefon qilsa yana kelishib. Xudo xolasa, fatinga qo'yadiganlarimiz ham chiroylilari bor. Buni ochib ko'rsatib beramizmi? Xudo xolasa, yo'l olasa. Xo'p.
Hozir 1 2 3 4 5 qator ekanda bu hozir. Ish nihoyatda sifatli. Sifatga gap yo'q aka, lekin Sifatli. bu patga qo'yganimiz necha patsta? Patinga qo'yadiganimiz 550 ming so'm shahar ichida dastlabki qilib beramiz. 550 ming. Buni ham har xili bor. 400 mingga ham bor, 500 ga, 600 ga o'ziga qarab. Telefon qilinsa rasmlarini tashlab beramiz. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Nari tomonga o'tib ishlarimizni ko'rsatamiz. Ularimiz qanaqa aka ular? Bularimizni narxi 3,5 million kam bor deymiz. Hop, bozorda realniy necha sotilyapti hozir? Mashina 2 million 800, 2 million 600 atrofida sotilyapti. 2 million 600. Oxirgi narx 2 million 600. Ikki bolasi oldiga ochiladi mana. Enasi katta bozorda eng oldi sondiq, eng chuqur. Chuqur qilib ishlangan. Bu bular xudo xolasa baquvvat ishlar bular mana. Gap yo'q. Aka zo'r chiqdi. Lekin mana mana joylarning sifatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'ta chotki xudo xolasa. Xo'p, buni narxini aytdik, keyingilarimiz. Bular ham mana 2 million 600 atrofida akril bular. Xudo xolasa artibat to'g'rar, materiali toza. Bular aka xudo xolasa agar yaxshi xizmat qilsa u Uka mana kilomterlarimiz ham hali qimmat apparatda bosganmiz, qo'lda emas xudo xolasa. PVX kilomter bosilgan. To'shag'adionlarda ham mashinalarga da afsala qilingan mana. Ish nihoyatda chiroyli, ikki eshik ochiladi mana. Yana buni xohlagan rangingizda bor, oqi bor, qanaqa charishtirgan hamma svetidan bor. Bular ham yangili ranglar. Yangili, ha. Yangili ranglar zo'r chiqib qo'yibdi lekin. Konkret svet. Bularimiz ana shu Qaymoq, dedingiz. 2 million 600 ming so'm bular. Bular rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Ha, shunaqa. Bu ham 2 million 600. Ha, shunaqa. Akril, bu maloshniy bu. Maloshniy. Akrila 2 million 600 dan ekan. 2 million 600 ming so'm shahar ichida dastlabkasi bilan. Shahar ichida dastlabkasi bilan. Xo'p, buni guli mana har xil anaqadasi bor. Ha, gullar o'zgarsa ham narxi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi. Bular ham shularning assortimentida ekan, faqat gullarda farqi bor ekan. Xo'p, gap yo'q. Aka, Mana bittalik sondiqlarimizdan ham bor. bittalik so'rab qo'yganlar. Bittalik so'raganlar. 1 million 200 kami bor deb 1 million sotyapmiz, 1 million. 1 million. Shahar ichida dastlabki qilib beramiz, 1 million ishida. Agar yakka sondiq olaman deganlarga mana bor. Bu aka keling, mana patinka qo'yadiganni ham bitta ko'rsataylik. Bu sal arzonroq variantmi bu qanaqa? Bu o'rtachasi. Mashinasi 500 ming so'mligi. 500 ming. 500 ming. Bu g'aladonlari ham bor buni tepasida mana bismillah. Qopqonlarigacha bor. Ha. 500 ming so'm shahar ichida dastlabkasi ichida bu ham MDF'li. Onlarni olsa yaltirlaydi mana. Salapani o'zida turibdi mana. Ha, salafani chiqarib. Ha, salapanni chiqarsa yaltirlaydi. Buni mana variantlari bor mana. Ikki eshik ochib olgan. G'aladonsiz holatda. Endi bu sondig'iga moslab, hamma sondig'iga moslangan bular. Oq sondiqlarga patinga qo'yadigan. Qilishib, sondiq javon oladigan bo'lsa, patinga qo'yadigan patstavka kerak desa, rangiga moslab qilib chiqarib beradi. Ashaqa o'zining anaqasi bor. Mana bu turist fasonning oxirgi modeli mana shu. Bu ham zo'r. Skromniy, eng pastdagi, o'ta chiroyli. Gap yo'q. Bularimiz necha pul aka? 2 million 200 ming so'm xudo xolasa bular. Dastlabki fasollarimiz 2 million 200 mingdan chiqaveradi. Misol gul o'zgarsa, anaqalar o'zgarsa, fason o'zgarib qolsa, narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Bir xil narxda chiqarib Bir xil beriladi. narx xudo xolasa. Asosiysi qilingan ishlarda sifati zo'r, garantiya beriladi. O'zi mana aka realniy videoda ham ko'rinyapti, gap yo'q chiqqan ishlar. Xo'p. Yana ko'rsatadigan ishlarimiz bormi yoki bo'ldimi? Mashina patinga qo'yadiganlari bilan bir xil molarni oling-da. Bularni ko'rsatadigan. Akrillarniki. Akilliga moslangan. Akrilga moslangan. Molar oq krashinli mo, turist fasonlar. Turetskilarga tushaveradi bular, ha? Shunaqa, ha. Xudo xolasa kelishtirib beramiz, ha. Kelishtirib berilaveradi. Kelishtirib beriladi. Sababi bizda sotish birinchi o'chirdi. O'zimizni mehnat hali olib sotar emasmiz, o'zimiz qilgan. Birinchi qo'l optim ishlab chiqarish joyi, bozor, kelmoqchi bo'lganlar ham sizga telefon qilib, realni shu joydan aytilgan narxlarni olib chiqib ketsa bo'laveradi. Xudo xolasa yo'lida qilib beramiz, yana ham. Chiroq urintirmay o'zimiz olib beramiz ishlarimizni, go'zal qilib. Ne'matullo aka, ishlarga omad aka. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling, sizga ham rahmat aka.